Тиши, что делишки? Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Mana shunday qilib mana shu ko'chalarni videoga olayotganimizning sababi bu yerda bugun qor yog'ishi ehtimoli bor. Shuning uchun qor yog'ib paytida bir marta videoga olish xususiyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Va aynan shu holda hozir yomg'ir yog'yapti. Ozgina, sozgina deganlariday. Mana shunday videoni ko'rsatilishga degan ovozni eshitdinglarmi? O'shalar uchun mana shunday videoni olish kerak bo'lyapti. O'zbekiston, o'zbek prikol, prikol o'zbekistonskiy prikol. Toshkentga prikol bo'lyapti, Moskvada prikol bo'lyapti. Mana shu Moskva degan shahrida prikolni olyapmiz mana. Biz shu yerda yashaymiz, shu yerda ishlaymiz, shu yerga yuramiz. Короче, mana traktorni ko'ryapsizlarmi? Mana traktorni. O'sha boshlik traktor bo'ladi bu. Mana shu boshlik traktor. O'zbeklar ishlaydi bu yerda. Mana biz tomonga burilyapti. Mana qaranglar. Bu Toshkentlik bo'ladi o'zi bu. Qarang, haydashini qarang. Toshkentliklar o'xshaydi haydab. Hey! Skoroskga urayotganini qaranglar. G'ort qilib urayapti. Va bir kuruk oldi, ketdi. Nazad. Давай, назад. Зад. Чуть o'zi. Давай обратно. Вот. Пешеходный пропуск qil. Toshkentlikman deb haydaverma bunday. Burilib ketdi. Boshqa joyga ketadi endi. Boshqa joyga ketadi bu endi. Mana shunday qilib videomizni yakunlaymiz. Shu videoga amalga oshirish uchun 15 minut video olish kerak. Nimaga deganda bu hammasi kerakli narsalar bo'lar. Bular hammasi kerakli narsalar. Mana shunday qilib mana shu mashinani ham olib qo'yaylik. Ko'ngli qolmasin shu mashinani ham. Qo'shni ekan bu endi. Onangiz injiniya. Oq so'kinman jalda. Voy so'kingan odamni mana shu bolasi bilan kelayotgan odamni yo'q. Paket ekan. Kapet. Короче, videomiz 4,5 minut bo'lyapti. Hozir videomizni o'chirishga majburmiz. Xayrlashib qolamiz. Xayr do'stlar, mayli, yaxshi qolinglar. Короче, mana shu mashinadan qiz tushdimi? Bu onni qaranglar. Bu bola ekan bu. Xotin kishi bu bilan insonning jonlabini
ketdi o'sha yerga qarab. Mayli do'stlar, videomizni shunday qilib tugatamiz. Mana shu mashinani o'rtasiga olib keyingi videomizga ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Mayli, qo'ysangiz layk qolinglar. Mashinani sal uzoqlashtiraylik. Bunday qilib layk qolinglar. Короче, все.